Dubay shayxiga turmushga chiqyapman degan Sitora Farmonova haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Dastlab Sitora Farmonovaning turmush o'rtog'i bilan tanishish jarayoni qanday bo'lgani haqida gap boshlasak. Nimani maqtansangiz, o'sha narsangizdan ayrilasiz. Sitora Farmonova turmush o'rtog'i bilan qanday tanishgani hamda qayerda yashayotgani haqida batafsil so'zlab berdi. Aktrisa Sitora Farmonova Milliy telekanalining Ayol qalbi ko'rsatuviga bergan intervyusida shov-shuvli to'yi hamda turmush o'rtog'ini ommaga ko'rsatmasligiga nima sabab bo'layotgani haqida ochiqchasiga gapirdi. Turmush o'rtog'ingizni nima sababdan ommaga ko'rsatmadingiz? Shu paytgacha turmush qurgan san'at vakilining xoh u ayol bo'lsin, xoh erkak, umr yo'ldoshini ijtimoiy tarmoqlarda nimalar deb muhokama qilishmayapti. Men turmush o'rtog'imni shunaqa hurmat qilaman. Bu inson meni baxtli qilyapti, meni kaftida ko'tarib yuribdi. Meni turli fisq va fasodlar, shou biznes olami vakili bo'lishimga qaramay, o'zligimni sevib ardoqlagan insonni heyterlarga xafa qildirib qo'ygim kelmadi. Shuning uchun ularni ommaga ko'rsatmadim. Boshida ularga aytdim, ijtimoiy tarmoqlarga qiz bazmimni qo'yaman, lekin to'yimizni qo'ymayman dedim. Ular menga xohishingiz dedilar. Nikoh to'yim Dubayda juda ham chiroyli tarzda o'tkazildi. Turmush o'rtog'im 5 yoshligida ular oilaviy Dubayga ko'chib ketishgan. Asosan u yerda yashashadi. Qarindosh, aka-uka, opa-singillari hammasi o'sha yerda. Shuning uchun ham to'yimiz aynan shu shaharda o'tkazildi. To'yim xuddi o'zim xohlagandek suv bo'yida, orzuimdagidek dekoratsiyalar bilan bezatilgan holda o'tkazildi. Ammo kelin salon va boshqa urf-odatlarimizni o'z vatanimda o'tkazishni xohladim. Buning gashti boshqacha. Men hali hamon oilam bilan bog'liq ma'lumotlarni oshkor etishni istamayman. Ertaga nasib etsa, farzandli bo'lsam ham buni ommadan sir tutaman, chunki oila muqaddas va u yerdagi sirlar faqat insonning o'zigagina tegishli. Oilamni ommaga hech qachon ko'rsatmayman, chunki men baxtli yashashni maqsad qilganman, ko'z-ko'z qilishni emas. Ko'z, nazar degan narsalar bor. Nima bilan maqtansangiz, o'sha narsangizdan ayrilasiz. Men oila degan muqaddas dargohga bir umr yashayman deb qadam qo'yganman. Kuyov bola bilan qanday tanishgansiz? Ular bilan oilaviy do'st bo'lganmiz. Salom alikimiz bo'lgan, lekin u qadar yaqin munosabatda bo'lmaganmiz. Sevishib yurish umuman bo'lmagan. Ular meni zimdan kuzatib yurgan ekanlar. Menga ilk gapirgan gaplari: "Sizni aslingizni, qalbingizni sevdim. Tashqi ko'rinishingizni emas", dedilar. Ular sevgi izhor qilmaganlar. Biz chet elda edik. Ular yonimga kelib qahva ichaylik dedilar. Restoranga kirsak hammayoq chiroyli qilib bezatilgan ekan. Shunda ham hech narsani tushunmadim. Balki restoranning dekori shunaqadir deb o'yladim. Ular kutilmaganda menga turmushga chiqasizmi deb so'radilar. Umuman kutmagan bo'lsam ham men rozilik bildirdim. Chunki ularning qalblari go'zal inson ekanliklarini bilardim. Keyin otamdan mening qo'limni so'radilar. Otam esa mendan qo'rqqanlar. Qizim yo'q deb qolsachi deb o'ylaganlar. Keyin bular qizingizni rozi qildim deganlaridan so'ng rozilik bildirganlar. Shu bilan to'y muhokamasi boshlandi. To'y 12 noyabrda degan qaror qabul qilindi. Aktrisa turmush o'rtog'ining sohasi unikidan tubdan farq qilishi haqida ham to'xtalib o'tdi. Sohalari menikidan tubdan farq qiladi. Taniqli inson emaslar. Hozirda Toshkentda yashayapmiz. Men butun umr ota-onam bilan yashab o'rganib qolgan ekanman. Bir kunda 20 marta qo'ng'iroqlashamiz otam bilan, deydi aktrisa. Undan keyin ijtimoiy tarmoqlarda kundoshlar jangi degan video tarqaldi. Unda Sitoraning kundoshi, quruvchi Xonsaroy kompaniyasi direktorining birinchi ayoli Farida Kulmatova 6 farzandning onasi kundoshiga rahmat aytdi. Farida hozir baxtli ekanligini, o'z ustida yanada ko'proq ishlayotgani va o'zini butkul qaytadan topgani, rivojlangani haqida aytib berdi va Sitoraning ham juda baxtli ekanligini, unga ko'z tegmasligini, unga hech qanday e'tiroz yo'qligini ta'kidladi. Bizda hozircha shu. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.